1 avgustdan boshlab ko'pchilik e'tibor bermasa ham kundalik hayotimizga ta'sir qiladigan yangi tartiblar, yangi talablar va yangi tekshiruvlar kuchayadi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kimlar tayyor turishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlarni tekshirish zarur? Qaysi xatolar odamni ortiqcha jarima, navbat, rad javobi yoki to'lovga olib kelishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga, har bir haydovchiga, har bir tadbirkorga, har bir ishchi va pensionerga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday yangiliklarni vaqtida bilgan odam yutadi. Kech qolgan odam esa odatda yugurib yuradi. Avval qanday edi? Avval ko'p masalalarda odamlar eski odat bo'yicha ish tutardi. Hujjat muddati tugashiga e'tibor bermasdi. Kommunal qarzini keyinga surardi. Mashina jarimasini vaqtida tekshirmasdi. Soliq yoki kredit bo'yicha xabarlarni ochib ham qaramasdi. Bolalar bog'chasi, maktab, subsidiya, nafaqa yoki ishga kirish uchun kerakli ma'lumotnomalarni oxirgi kunda yig'ishga harakat qilardi. Natijada nima bo'lardi? Bitta qog'oz yetishmaydi, bitta sana o'tib ketadi, bitta to'lov kechikadi, bitta ariza noto'g'ri yoziladi va odamning ishi bir haftaga, ba'zan bir oyga cho'ziladi. Endi esa 1 avgustdan keyin ko'p jarayonlarda elektron nazorat kuchayadi. Bu degani tizim siz aytgan gapga emas, bazadagi ma'lumotga qaraydi. Sizda qarzdorlik bormi, jarima bormi, hujjat muddati tugaganmi? Telefon raqamingiz bazada to'g'rimi? Plastik karta yoki bank hisobingiz faolmi? Yashash manzilingiz mos keladimi? Soliq hisobotingiz topshirilganmi? Bularning hammasi avtomatik ko'rinishi mumkin. Ilgari ayrim joylarda xodim ko'z yumishi, keyin olib kelasiz deyishi yoki qo'lda tekshirishi mumkin edi. Endi ko'p hollarda tizim ruxsat bermasa, xodim ham sizga yordam bera olmaydi. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha, oldindan tayyor bo'lgan odam uchun yangi tartiblar foydali. Chunki navbat kamayadi, ariza elektron topshiriladi, ortiqcha qog'oz so'ralmaydi. Ko'p xizmatlarni uydan turib olish mumkin. Lekin tayyor bo'lmagan odam uchun muammo shundan boshlanadi. U o'z ma'lumotlarini tekshirmagan bo'ladi, qarzini bilmaydi, hujjat muddati o'tganini sezmaydi. Keyin esa nega menga rad javobi keldi deb hayron qoladi. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa 1 avgustdan keyin eng muhim masala bu shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, telefon raqami, yashash manzili, oilaviy holat, farzandlar haqida ma'lumot, bank rekvizitlari, soliq to'lovchi sifatidagi holat, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil ro'yxati, kommunal hisob raqamlari. Bularning hammasi bir-biriga bog'lanib boradi. Masalan, siz subsidiya olish uchun arz topshirdingiz. Avval sizdan bir nechta ma'lumotnoma so'ralgan bo'lishi mumkin. Endi tizim o'zi tekshiradi. Daromadingiz qancha? Oilada nechta odam bor? Uy-joyingiz bormi? Qarzingiz bormi? Manzilingiz to'g'rimi? Agar bazada eski manzil tursa, siz yangi joyda yashayotgan bo'lsangiz ham ariza muammoga tushishi mumkin. Oddiy misol, fuqaro boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin propiska yoki doimiy yashash ma'lumoti yangilanmagan. U farzandini bog'chaga navbatga qo'ymoqchi bo'ladi. Tizim esa eski manzilni ko'rsatadi. Natijada ota-ona o'zi yashayotgan hududdagi bog'chaga emas, eski manzil bo'yicha xizmatga yo'naltirilishi mumkin. Bu yerda aybdor bog'cha mudirasi ham emas, operator ham emas. Muammo ma'lumot yangilanmaganida. Ikkinchi masala, to'lovlar va qarzdorlik. Men hammaga maslahat beraman 1 avgustgacha yoki hech bo'lmasa shu hafta ichida kommunal xizmatlar, elektr, gaz, suv chiqindi, internet, telefon, soliq, jarima va kredit bo'yicha holatingizni tekshirib chiqing. Chunki ayrim xizmatlarda qarzdorlik borligi ariza ko'rib chiqilishiga, ma'lumotnoma olishga, shartnoma tuzishga yoki hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz avtomobilni sotmoqchisiz. Oldindan jarimalarni tekshirmadingiz. Notariusga yoki ro'yxatdan o'tkazish jarayoniga borganda 200 so'mlik eski jarima chiqib qoladi. Siz men bilmaganman deysiz. Lekin tizim uchun bilgan-bilmaganingiz muhim emas. Jarima bor, demak avval uni yopish kerak. Uchinchi masala, tadbirkorlar uchun hisobot va kassa intizomi. Agar siz do'kon, xizmat ko'rsatish shoxobchasi, ustaxona, go'zallik saloni, ovqatlanish joyi yoki onlayn savdo bilan shug'ullansangiz alohida e'tiborli bo'ling. 1 avgustdan keyingi davrda nazorat kuchayadigan joylar odatda 3 ta bo'ladi. Chek berish, tushumni yashirmaslik, rasmiy hujjatlarni to'g'ri yuritish. Masalan, kichik do'kon kuniga 2 million so'm savdo qiladi, lekin kassadan 600 ming so'm o'tkazadi. Avval bu mayli, keyin to'g'rilaymiz deb yurilgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron tizimlar, bank aylanmasi,
terminal tushumi, onlayn kassa. Mahsulot kirimi va chiqimini solishtirishni boshlasa, farq darrov ko'rinadi. 4-masala ish beruvchi va ishchi o'rtasidagi munosabat. Ko'p joylarda odamlar og'zaki kelishuv bilan ishlaydi. Oyiga 3 million beraman. Keyin rasmiylashtiramiz. Hozircha sinov muddati. Lekin rasmiy shartnoma bo'lmasa, ishchining pensiya staji yurmaydi. Mehnat huquqi himoyalanmaydi. Ish beruvchi esa tekshiruvda muammoga duch keladi. Misol uchun, kafeda 6 nafar xodim ishlayapti, lekin faqat 2 nafar rasmiy. Tekshiruv yoki elektron ma'lumot solishtirilganda qolgan 4 nafar xodim bo'yicha savol tug'iladi. Ish beruvchi jarimaga tushishi mumkin. Xodim esa kasallik varaqasi, ta'til, ish haqi kafolati kabi huquqlardan mahrum bo'ladi. 5-masala haydovchilar uchun men alohida ogohlantiraman jarimalarni, sug'urta muddatini, texnik ko'rikni, haydovchilik guvohnomasi amal qilish muddatini va avtomobil egasi haqidagi ma'lumotlarni tekshiring. Bir odamda mashina o'z nomida emas, ishonchnoma muddati tugagan, sug'urta esa faqat bir haydovchi nomiga rasmiylashtirilgan bo'ladi. U yo'lga chiqadi, kameraga tushadi yoki ip xodim to'xtatadi. Keyin muammo boshlanadi. Men akamning mashinasini haydayapman degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Birinchi navbatda hujjatlar eskirgan yoki ma'lumotlar yangilanmagan odamlar xavotir olishi kerak. ID karta muddati, pasportdagi ma'lumot, nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, manzil o'zgarishi, telefon raqami almashgani, bularning hammasi bazada to'g'ri turishi shart. Siz yangi raqam ishlatayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin davlat xizmatlari yoki bank tizimida eski raqam turgan bo'lsa, tasdiqlash kodi sizga kelmaydi. Bir qarashda kichik muammo, amalda esa ariza topshirishning o'zi imkonsiz bo'lib qoladi. Ikkinchi guruh qarzdorligi borlar. Bu qarz katta bo'lishi shart emas. 1 ming so'm chiqindi to'lovi, ko'rmoqchi 1000 so'm suv qarzi, 120 ming so'm soliq peniyasi, 165 ming so'm jarima. Bularning har biri kerakli paytda yo'lingizni to'sishi mumkin. Ayniqsa biror hujjatni tez olish kerak bo'lsa, kichik qarz ham katta asabga aylanadi. 3-guruh tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, uyda tikuvchilik qilsangiz, taksi qilsangiz, internet orqali mahsulot sotsangiz, kurs o'tsangiz, remont qilsangiz, go'zallik xizmatlari ko'rsatsangiz, o'zingizning maqomingizni aniq biling. Siz jismoniy shaxsmisiz, o'zini o'zi band qilgan shaxsmisiz, yakka tartibdagi tadbirkormisiz yoki MCH egasimisiz? Har bir maqomning o'z talabi bor. Masalan, o'zini o'zi band qilgan odam ayrim xizmatlarni soddalashtirilgan tartibda qilishi mumkin, lekin yollanma ishchi olib ishlatsa, bu allaqachon boshqa masala bo'ladi. 4-guruh nafaqa, moddiy yordam, subsidiya, imtiyoz yoki ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lganlar. Bu yerda eng ko'p xato daromad va oilaviy tarkib bo'yicha chiqadi. Masalan, oila 5 kishidan iborat, lekin ba'zida 4 kishi ko'rinadi. Yoki turmush o'rtog'i boshqa manzilda ro'yxatda turadi. Yoki bir farzand tug'ilgan, lekin ma'lumot tizimida to'liq aks etmagan. Shunda yordamga haqiqatan ehtiyoj bo'lsa ham, ariza noto'g'ri ko'rib chiqilishi mumkin. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, qarzdorliklaringizni vaqtida tekshirib tursangiz, telefon raqamingiz va manzilingiz bazalarda to'g'ri bo'lsa, shartnomalaringiz rasmiy bo'lsa, yangi tartiblardan qo'rqishingiz shart emas. Aksincha, siz uchun ish osonlashadi. Chunki navbatda kamroq turasiz, ko'p ma'lumot avtomatik chiqadi, ariza topshirishni tezlashadi, xatolik kamroq bo'ladi. Masalan, kommunal to'lovlar 0, soliq qarzi yo'q, ID karta amal qiladi, bank kartangiz faol, telefon raqamingiz o'zingiz nomingizda. Shunda ko'p xizmatlarda tasdiqlash jarayoni bir necha daqiqada tugaydi. Lekin men bu yerda bitta narsani aytaman. Menda hammasi joyida deb taxmin qilish boshqa, buni tekshirish boshqa. Ko'p odam aynan taxmin tufayli muammoga tushadi. U o'ylaydi, jarimam yo'q bo'lsa kerak. Sug'urta hali tugamagandir. Pasportim amal qilayotgan bo'lsa kerak. Kerakli paytda esa sana o'tib ketgan bo'ladi. Shuning uchun xotirjam bo'lishning eng yaxshi yo'li tekshirishdir. Endi istisnolar, yashirin nozikliklar va ko'pchilik bilmaydigan jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi noziklik, ariza topshirish bilan ish bitmaydi. Ko'pchilik elektron ariza yuboradi va bo'ldi, qabul qilindi deb o'ylaydi. Aslida ariza qabul qilingani bu qaror chiqarildi degani emas. Ariza ko'rib chiqiladi, ma'lumotlar tekshiriladi, kerak bo'lsa qo'shimcha hujjat so'raladi. Agar siz xabarnomalarni o'qimasangiz, belgilangan muddat o'tib ketadi va ariza rad etilishi mumkin. Shuning uchun SMS, ilova, shaxsiy kabinet, elektron pochta va bank xabarlarini muntazam ko'ring. Ikkinchi noziklik. Hujjatning rasmi borligi hujjatning amal
qilayotganini anglatmaydi. Masalan, telefoningizda sug'urta polisi rasmi bor, lekin muddati tugagan. Yoki eski ijara shartnomasi rasmi bor, lekin u uzaytirilmagan. Yoki ishonchnoma bor. Lekin unda aynan sizga kerakli vakolat yozilmagan. Tizim yoki mas'ul xodim hujjatning borligi emas, uning amal qilish muddatiga va mazmuniga qaraydi. Uchinchi noziklik, qarzdorlik ba'zan kechikib aks etadi. Siz bugun to'lov qildingiz, lekin tizimda darhol yopilmasligi mumkin. Ayniqsa bayram, dam olish kuni texnik uzilish yoki banklararo o'tkazma bo'lsa, ma'lumot kechikadi. Shuning uchun muhim ishni oxirgi kunga qoldirmang. Agar 1 avgustdan keyin biror ariza topshirmoqchi bo'lsangiz, to'lovlarni kamida 2-3 kun oldin tekshirib, kerak bo'lsa kvitantsiyani saqlab qo'ying. 4-noziklik. Bir odam nomidagi raqamni boshqa odam ishlatishi muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, davlat xizmatlari uchun tasdiqlash kodi otangiz nomidagi SIM kartaga ulangan, lekin raqamni siz ishlatasiz. Bankda boshqa raqam, soliq tizimida boshqa raqam, may do'kovuzda yana boshqa raqam turadi. Natijada ariza tasdiqlashda kod kelmaydi yoki xavfsizlik tekshiruvidan o'tmaydi. Imkon qadar asosiy telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsin va barcha muhim tizimlarda bir xil ko'rsatilsin. 5-noziklik, bolalar. Pensionerlar va nogironligi bo'lgan shaxslar nomidan ish yuritishda vakolat masalasi juda muhim. Masalan, ona farzandi uchun ariza topshiradi, lekin tizimda vasiylik yoki ota-ona ma'lumoti to'liq ko'rinmaydi. Yoki farzand keksa onasi nomidan to'lov, hujjat yoki yordam masalasini hal qilmoqchi bo'ladi, lekin ishonchnoma yo'q. Bunday vaziyatda niyat yaxshi bo'lsa ham, huquqiy vakolat bo'lmasa, jarayon to'xtaydi. Eski qarorlar va yangi tartiblar orasida o'tish davri bo'lishi mumkin. Ba'zi xizmatlarda 1 avgustdan oldin topshirilgan arizalar eski tartibda ko'rilishi, 1 avgustdan keyin topshirilganlari esa yangi tartibda ko'rilishi mumkin. Shu sababli ariza topshirayotganingizda sana juda muhim. Agar siz biror imtiyoz, subsidiya, ro'yxatdan o'tish yoki shartnoma masalasini avgustga qoldirayotgan bo'lsangiz, qaysi tartib sizga qo'llanilishini albatta aniqlang. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq harakatlar ro'yxatini aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, haydovchilik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, diplom, kadastr, ijara shartnomasi, ishonchnoma, sug'urta polisi, bularning muddatini ko'rib chiqing. Telefoningizda rasmiy bo'lishi yaxshi, lekin asl nusxasi yoki rasmiy elektron ko'rinishi ham tayyor tursin. Ikkinchi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Kommunal to'lovlar uchun shaxsiy hisob raqamlaringizni oching. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi yoki uy-joy shirkatiga oid to'lovlarni ko'ring. Keyin soliq qarzi, jarima, kredit, aliment, sud ijrosi bilan bog'liq majburiyatlar bor yo'qligini tekshiring. Agar qarz chiqsa, darhol to'lang va kvitantsiyani telefoningizga ham, alohida papkaga ham saqlang. 3-qadam. Telefon raqam va shaxsiy kabinetlarni tartibga keltiring. MyBankGov, Uz, soliq tizimi, bank ilovasi, kommunal ilovalar, mobil operator kabineti, elektron pochta, bularning hammasida kirish imkoningiz borligini tekshiring. Parolni bilmasangiz tiklang. Eski raqam ulangan bo'lsa yangilang. 2 bosqichli tasdiqlash yo'qilgan bo'lsa, zaxira usulini ham ko'rib qo'ying. 4-qadam, agar siz tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteriya va hujjatlarni ko'rib chiqing. Shartnomalar bormi? Chek berilyaptimi? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Ijara shartnomasi mavjudmi? Soliq hisobotlari topshirilganmi? Bank aylanmasi bilan kassa tushumi mos keladimi? Agar o'zingiz tushunmasangiz, malakali buxgalterga bir marta ko'rsating. 1 soatlik tekshiruv ba'zan millionlab so'm jarimaning oldini oladi. 5-qadam, agar ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya yoki imtiyoz olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkib va daromad ma'lumotlarini oldindan tekshiring. Oila a'zolari ro'yxatda to'g'ri ko'rsatilganmi? Farzandlar ma'lumoti to'g'rimi? Rasmiy ish haqi bazada aks etyaptimi? Bank kartangiz faolmi? Ariza topshiradigan manzilingiz mos keladimi? Arizada har bir satni shoshilmasdan to'ldiring. Baribir tushunishadi deb yozilgan noaniq ma'lumot keyinchalik rad javobiga sabab bo'lishi mumkin. 6-qadam. Muhim ishlarni oxirgi kunga qoldirmang. 31 iyul kuni hamma bir paytda tizimga kirsa, sayt sekin ishlashi, navbat ko'payishi, operatorlar band bo'lishi mumkin. Siz esa asabiylashasiz. Shuning uchun men har doim aytaman. Hujjatni bugun tekshirish mumkin bo'lsa, ertaga qoldirmang. Qarzni bugun yopish mumkin bo'lsa, oy oxirida ko'raman demang. Sana kelganda tayyor turgan odam yutadi. 7-qadam. Rasmiy manbadan tekshiring.
ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabar chiqadi. Hamma jarimaga tortiladi, hamma hujjat almashtiradi, hamma qayta ro'yxatdan o'tadi degan gaplar ko'p bo'ladi. Har bir xabarni rasmiy sayt, davlat xizmatlari markazi, soliq organi, bank, hokimlik yoki tegishli tashkilot orqali tasdiqlang. Agar tushunmasangiz, chal markazga qo'ng'iroq qiling yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Og'zaki gap bilan emas, yozma javob yoki rasmiy ma'lumot bilan ish tuting. 8-qadam, hujjatlar uchun alohida papka qiling. Telefoningizda hujjatlar degan papka oching. Unga ID karta, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta, kadastr, shartnoma, kvitansiya, ariza raqami, javob xati, bank rekvizitlari kabi fayllarni tartib bilan joylang. Qog'oz hujjatlarni ham bitta joyda saqlang. Kerak bo'lganda o'tib daqiqa izlamaysiz, YouTube soniyada topasiz. 9-qadam, oila a'zolaringizga ham tushuntiring. Ko'p muammo keksa ota-onalar, talaba farzandlar yoki texnikadan yaxshi foydalanmaydigan qarindoshlar bilan bo'ladi. Ularning telefon raqami kim nomida, bank kartasi faolmi, pensiya yoki nafaqa ma'lumotlari to'g'rimi, kommunal to'lovlari yopilganmi? Shularni bir marta ko'rib bering. Bu yordam keyin katta muammoning oldini oladi. 10-qadam. Agar xato topsangiz darhol tuzatish uchun ariza bering. Bazada ism noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana xato, manzil eskicha, qarz to'langan bo'lsa ham turibdi. Jarima bekor qilingan bo'lsa ham ko'rinyapti. Bularni o'zi yo'qolib ketar deb kutmang. Tegishli tashkilotga murojaat qiling. Kvitansiya yoki hujjatni ilova qiling. Ariza raqamini saqlang. Murojaat qilganingiz isbot bo'lsa, keyingi bosqichda o'zingizni himoya qilishingiz osonroq bo'ladi. Tasavvur qiling, bir oila farzandini maktabga tayyorlayapti. Avgustda hujjat topshirish kerak. Ota-onalar tug'ilganlik guvohnomasi bor deb o'ylaydi. Lekin manzil ma'lumoti eski. Maktab hududi bo'yicha tizim bolani boshqa joyga chiqaradi. Agar ular buni oldindan tekshirganida davlat xizmatlari orqali manzilni yangilab, muammoni tinch hal qilardi. Lekin oxirgi kunda bilinsa, ota ishdan javob so'raydi. Ona navbatda turadi, bola esa stressga tushadi. Yana bir vaziyat, haydovchi taksi qilib yuradi. Sug'urta bor, lekin faqat shaxsiy foydalanish uchun. U yo'lovchi tashiydi, yo'lda tekshiruv bo'ladi. Hujjatdagi foydalanish turi va amaldagi faoliyat mos kelmasa, muammo chiqadi. Bu yerda men bilmaganman degan gap ishlamaydi. Har bir haydovchi o'z faoliyatiga mos hujjat rasmiylashtirishi kerak. Yana bir misol. Kichik salon egasi 2 nafar ustan foizga ishlaydi deb rasmiylashtirmagan. Mijozlar to'lovni kartaga o'tkazadi. Ijara shartnomasi bor. Lekin xodimlar bo'yicha hujjat yo'q. Elektron nazoratda bank tushum bor, faoliyat bor, odamlar ishlayapti, lekin mehnat shartnomasi ko'rinmaydi. Bu salon egasi uchun xavf. To'g'ri yo'l nima? Xodimlar bilan shartnoma tuzish, soliqqa oid maqomni aniqlash, tushumni rasmiy yuritish. Yana bir vaziyat, pensioner onaxon nafaqa bo'yicha qo'shimcha yordam so'ramoqchi. Telefon raqami o'g'lining nomida, bank kartasi muddat tugagan, manzil esa eski ro'yxatda. Ariza topshirish jarayonida tasdiqlash kodi kelmaydi. Karta faol emas, ma'lumot mos emas. Agar farzandlari oldindan shu 3 narsani tekshirganida onaxon ovora bo'lmasdi. 1 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, endi ko'p ishlar og'zaki gapga emas, aniq ma'lumot, rasmiy hujjat, vaqtida to'langan majburiyat va elektron tizimdagi holatga bog'liq bo'ladi. Men sizdan so'rayman, bugunoq hujjatlaringizni, qarzlaringizni, telefon raqamingizni, shaxsiy kabinetlaringizni va muhim shartnomalaringizni tekshiring. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin sizni katta muammo, ortiqcha xarajat va asabiy yugur-yugurdan saqlaydi. Sizningcha 1 avgustdan keyingi yangi tartiblar odamlar uchun qulaylik olib keladimi yoki aksincha? Ko'pchilikka qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir o'zgarishni alohida oddiy tilda va amaliy misollar bilan tushuntirib berishda davom etaman.